Bu orzular xaritasi aynan 2025-yil uchun maxsus tayyorlangan, ya'ni tayyorlab chiqqanman. 2025-yil uchun o'zim uchun maxsus tayyorlagan xaritam, maxsus olgan xaritam bo'lib, bu xaritani siz bilan ham bo'lishmoqchiman. Xo'p, bu xaritani tuzishda albatta bizga qog'oz va rangli ruchkalar kerak bo'ladi. Eng avvalo hozir ushbu darsimizni boshlashimizdan oldin menga chuqur ishonch bildirishingizni so'ragan bo'lardim. Ya'ni shu xaritani tuzar ekansiz, chuqur ishonchda bo'ling, ishonch bildiring. Sizning ishonchingiz bu sizning 50% natijangiz demakdir. Hozir o'rnashib o'tirib olamiz. Umurtqa pog'onangiz tik holatda bo'lsin. Darsimizni boshlaymiz. Chuqur nafas oling. Yana bir bor chuqur nafas oling. Endi diqqatingizni ko'zingizni yumgan holatda bosh miyangiz markaziga to'plang. Ko'zingizni yumgan holatda deganim, yaxshiroq fikrlaringizni jamlashingiz uchun ko'zlaringizni yumgan holatda bo'lsangiz, atrofdan uzilib, fikrlaringiz, diqqatingizni yaxshiroq o'zingizga jamlay olasiz. Diqqatingizni jamlang. Diqqatingizni jamlagan bo'lsangiz, endi o'ylab oling, o'zingizdan so'rang. Men nimani xohlayapman? Bu yil meni qanaqa orzularim bor? Mana shu 2025-yilda hayotingizda nimani o'zgartirmoqchisiz? Hayotingizni qaysi jabhalarida chuqur o'zgarishlar kirgizmoqchisiz? Mana shu yilda aynan. O'zingizga shu savolni bering. His qilishga harakat qiling, o'zingizning asl xohishlaringizni, asl maqsadlaringizni.